Rahmat hammalarga. Ozodaxonni tabriklab qo'yamiz endi mana bugun oxirgi kuni bo'ldi. Yorvordi konsertni. Omad tilaymiz Ozodaga yana bir bor. Ozodaxon! Tabriklaymiz. Yana bir Yorvordi. Keling. O'tirdingiz. Har kuni. Vali. Rahmat. Post emas. Post emas. Doim mana shunaqa formada bo'lib yuring. Xalqimizni kuldirib, yig'latib, o'ynatib, uzoq yillar sahnada yuring. Yoqtirmagansiz? Zo'r. Rahmat. Zo'r bo'ldi. Mana boshladim. Ketdi, ana. Yog'i endi asal. Dars endi yog'i kim qo'yadi? Ko'pchilik. Hadi qarsaylar. Men sharhlab turaman. Xo'sh. Eng trendli to'r. Bismillohning ilohim ko'p yillar mana shunday konsert o'tkazaylik. Qolganlarni olqishlab turamiz. Bravo! Mana 3 yildan beri ishlayapman. Mana men bilan yonma-yon turib 3 yildan 6 yil bo'ldi, Davron. 5 yildan beri 5-konsertdan beri ishlayotgan Davron, sizga rahmat. Yubiley. Rahmat. Sizning g'oyalaringiz uchun rahmat. Sizning sabringiz uchun rahmat. Sizning kreativ fikrlashingiz uchun rahmat. Odamiyligingiz uchun rahmat va eng 3 yildan beri ishlab juda ham maza qilyapman. Kamoliddin, sizga ko'p minnatdorman. Bizni ko'p gapirganman. Mana ancha yillik orzularimni amalga oshirdingiz. Avvalo o'zingizga ham aytganman, ko'p sahnalarda ham turib aytdim. Orqadan ham aytaman shu narsani. Yillar o'tib, balki 5 yil o'tar, 10 yil o'tar, bu narsalar balki yuzaga chiqar. Xalq biladi, siz juda katta mehnat qilyapsiz. Nafaqat meni konsertimda, balki butun o'zbek musiqasida, musiqiy olamida, o'zbek musiqiy ilmiy olamida juda katta ishlar qilyapsiz. Siz tarixda qoladigan shaxssiz, avvalambor aytishadiku, siz bilan avvalambor bir sahnada ishlaganimdan men baxtiyorman, minnatdorman. Kattakon. Bitta ruxsat bersanglar, mana shu biz oramizda shu teatr kollektivlari har doim bo'ladi. Bu safar yana bir yaxshi kollektiv deya olamiz. Bizga qo'shilishdi, komanda bo'lib ishlashdi. Mana musulmon qani qizlarimiz, qani kelinglar, Ranopa, kelinglar. Sizlar bir og'iz gapiringlar. Kelinglar, Ranopa. Juda baxtiyormiz biz bilan mana shu konsertda ishlaganinglardan. Juda maza qildik, tanishdik. Juda hammasi bir hamohangida, bir juda go'zal bir garmonichli bir konsert bo'ldi. O'shaning uchun bir bitta narsa aytmoqchiman. Seni çok seviyorum. Shu qizni baxtiga omon bo'lsin. Omon bo'ling. Men ikkita ashulada ko'p yig'layman. Sahnadan chiqqanimdan keyin ujali nabiratsiya qilib turib, endi kelayotganda chiqib ketaman. O'tirib olib keyin oxirigacha yig'layman. Ya'ni ana shu singil to'g'risida yuragimni çok aytgan. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Müslüman. Ben ko'p ta'kidladim. Mana shu bolani, mana shu kezi kelganda gapiraman, xafa bo'lmaysizlar. Men ancha yillar bo'lib ketgan ekan, 20-30 yil bo'lgan ekan, umuman teatr ko'rmay qo'yganman, o'zbek kinolarini ko'rmay qo'ygan ekanman. Men aytdim, uzoqlashib ketdim.
ko'rishim kerak deb mana shu yarim yildan beri bir chekkadan novellalarni kinolarsa mana hozir novella ko'raman. Ko'ryapman, tanishyapman. O'shaning ichida birinchi mana shu yigitni ko'rdim. Menga haqiqatdan talanti, rol o'ynashi juda ham haligi meni qanaqadir menga yoqdi qisqa qilib aytganda. Nima demoqchiman? Hozirgi biz aktyorlarimizga ham imkoniyat yaratilsa, hammasi zo'r o'z yo'lida. Yaxshi rollar berilsa, shunaqa aktyorlardan bittasi musulmon, bitta qarsagilar bo'lsin. Bir inson sifatida, aktyor sifatida o'z ishini